Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Qadar tili kanali. Bugun sizlar bilan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan Hazrati Eshonbobo jome masjidining yangi loyihasi. Ya'ni eski Hazrati Eshonbobo jome masjidining o'rnina qurilayotgan yangi Hazrati Eshonbobo jome masjidining hududida turibmiz. Xudo xolasa bugun sizlar bilan shu masjidimizga ketadigan neki yordam bo'lsa ko'rib chiqamiz va shu masjid qurilishidan bosh-qosh bo'lib turgan insonlar bilan gaplashib, ulardan nov yordam kerak. Ish jarayoni haqida ozgina ma'lumot olamiz. Xudoga shukr, masjidimiz qurilishini ko'pchilik befarq bo'lmay o'z yordamlarini ayamay turibdi. Lekin siz ham o'z yordamingizni ayamasligingiz uchun shu videoni keng tarqalishiga yordam bering. Ya'ni like, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib va shu kanalga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlasangiz, bizlarga katta yordam bo'lar edi. Hozir shu qurilishga bosh-qosh bo'lib turgan inson bilan gaplashamiz va shu qurilish haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Hurmatli yurtdoshlar, yana shu masjidimiz qurilishini bosh-qosh bo'lib turgan insonlardan biri, ya'ni men dadam, ko'pchilik donida mahallamizda imom. Shu insonni endi hozir fikrlarini eshitamiz, murojaatlarini eshitamiz va shu qurilish bo'yicha shu vaqtgacha nov ishlar bo'ldi. Hozir nov ish bo'lib turibdi va kelgusida nov ishlar bo'ladi va xalqimizdan bo'ladigan yordam nechik bo'lishi kerak, shu haqida ozgina so'zlab beradilar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, avvalambor biz shundan xursandmizki, shu nega xizmatimizda deb turganimdan Alloh tabaraka va taolo shu bizlara shuni na qilib qo'yganimdan, ro'baro qilib qo'yganimdan, shu bizlara nasib etgan. Buning uchun Allohga behisob shukrlarni aytamiz. Indiki masalada hozir yana ob-havoni ahvolini ko'rib turibsizlar. Bugun ob-havo sovuqroq keldi-da o'zi bekdayman. Sovuqroq bo'lishiga qaramasdan hamma narsamiz Xudoga shukr ishlab turibdi. Texnikalarimiz ishlab turibdi. İşlerimiz o'z o'rnida, o'z rejasida ketib turibdi. Hozir jo'shqin darajada. Hammani kayfiyati yuqori. So'vinib ishlab turibdilar. Xalqimiz ham, kelib turgan odamlarimiz ham. Shuning uchun hozircha qolgan gaplarni sizlar ham bu yerda sovuq atib turmanglardan ichkarida gaplashib olsak, nima deysizlar? Yaxshi, ichkarida gaplashamizdan shu yerdagi narsalarni shu auditoriya, xalqimiz tushunmay qolmaslik uchun birinchi ko'rsatib o'taylik. Ko'rsatamiz. Bo'ldi, yaxshi. Keyin ichanda bemalol arxitektura rejalari bilan gaplashib, tushuntiramiz. Hozir bu yerda shu vaqtgacha bo'lgan ishlarni aytadigan bo'lsak, tekstikadi, planirovka qilib, tekst qilib, joyi o'rnini tayyorladik. Boshlangandan bana keyin katlavan qazışı başlandılar bu yerda. Katlavan qazışı başlandı. Birinchi sloyni hozir katlavanni qazib bo'ldik. Birinchi sloy katlavanni qazib bo'ldik 2 metr atrofida da. Bu asli katlavanımız 380 где-то приблизительно 380 bo'lishi kerak. 3 metr 80 santimetr desek tushunarli bo'ladi, eng bektemir. 380 bo'lishi. Hozir где-то 2 metrni qazib oldik. Endi Xudo xolasa drenaj sistemasini o'rnatib bitdilar. Xudo xolasa drenajli sistema. Endi bu suv chiqqanidan sabab, suv chiqqandan keyin suvni quritish moslamalari, uskunalar, makkallar, shu nalarimiz shu hozir quritish, suvni tortib olish ustida ishlab turibdilar. Hozir tortib olib suvni quritgandan so'ng yana 1 metr 80 santimetr yere qaziladi bu. Bu sokolni etaj deydi ekan buni. Nada proyektda shu sokolni etaji 380 metre qazilishi kerak. Ana olsun bu keyin stяжка bo'ladi, quritilgandan so'ng dash tashaladi, stяжка bo'ladi, stяжка gidroizolyatsiya bo'ladi. Keyingi ishlar ustidan davom etib ketaveradi. Bekdayman. Rahmat. Bu tarafda novlar bo'lib turibdi, novi quriladi. Hozir novi ishlar bajarilib turibdi. Bu tarafında masjidimizni hozir ekskavatorda ishlab turgan tarafında da tushadi. Tahoratxonamiz tushadi, chiroyli bo'lib. Zamonaviy tarzda chiroyli bo'lib, hamma naylariga ega bo'lgan. Qulayliklarga ega bo'lganda, zamonaviy
tarzda. Qulayliklari bor. Chiroyli bo'lib, xo'shroy bo'lib chiqadi. Shuning uchun hozir bu yerda planirovka ishlari yetib turibdi. Planirovka ishlari yetib turibdi. Yana bu yerda endi tosh zakiramiz. Hozir aytdik-ku, suv quritilgandan so'ng yana 180 qaziladi, keyin tosh bilan yotkaziladi ekan-da bu. Shuna tosh zaxira qilib turibmiz. Bu tosh ham xalqimizni nasimdan xayriya hisobiga kelib turgan toshlarimiz yana. Texnikalarimiz ham, ishlab turgan ishchilarimiz, drenajchilarimiz ham hammasi yordam bilan kelib turibdi. Eng asosiy odamni quvontiradigan narsa yordam bilan, xush kayfiyat bilan kelib, o'zlari xohlagan holda kelib atib turibdilar shu ishlarni da. Xolis ehson. Xolis ehson bo'lib. Xalqimiz oliyjanob, xalqimiz bir yoqadan bosh chiqarishi dim nodidi, moyil xalq. Biz ham o'zbek xalqimiz. Ayniqsa Xorazmliklar bir yoqadan bosh chiqarib, bir ishni har doim do'ndirib, zo'r etib bajarib kelgan sho'xacha. Tarixdan hammamizga ma'lum. Endi ichonda arxitektura rejalari bilan, rasmlari bilan, hujjatlari bilan ko'rsak, yana odamlarga qiziq ham chiroyli chiqqan, ham tushunarli chiqqan bo'lar edi. Bo'ldi, yaxshi, bo'ldi. Hozir yuring ichkariga.